qizni emchagini rasm ochilardi. Kim biladi shu o'yinlarni? Kim esida bor? Shunaqa zamonlarda yashaganmiz biz dinozavrlar paytida. Hali intizma bilmayman, mana shu atrofda. Shashka o'ynardingiz. Shashkani yaxshiroq o'ynash uchun o'sha keyingi qizni emchagi qanaqa ekan deb o'sha xatyabi shuni yechintirmaydi, o'sha testosteronni to'g'ri yo'naltirganmiz. Hatto miya ishlaydi-da, shuni yechintirish uchun sen shashka o'ynab berishing kerak edi. Hozirgi jalab bolalar не только internetdagi rasmdagi shashkani, ana qizni yechintirish uchun ham shunday qilmayapti-da, kerak bo'lsa. Qiz ham tayyor, bola ham tayyor, nima qilamiz? Zerikib ketgan janob ikkasi bir-biridan. Ha, Kamasutrani qildik, mana bu 69 ni qildik. Tak, basharamga sivdingizmi? Siydim, kecha basharangga. Uni ham qildik. Dugonam bilan ikkalamizni ham itardingizmi? Ha, mana itardim, uni ham qildim. Sirib ketgan. Zaybal, o'sha fantastik, biz yoshligimizdagi fantastik hayot bu narsalar. Biz telefonda gaplashish uchun Andijonga telefon qilish uchun ana ateistda kabinkalarning ichidan telefon qilardik-da. Hozirgilar sevgan yigit yoqda, bu yoqda kamera qo'ygan. Shundan ko'rsatib oldi. Ana qiz yoqda o'zinikini ko'rsa, bu bola o'zinikini qolagan. Virtualniy seks, bola ham o'rtada jalab, ana sperma bor kelib, virtualniy tug'ilib qolgan, u ham bir davr bo'lib, bilad, unaqa emasda endi, yoshlar endi, sali